Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimdek Senor va bu videoda siz bilan biz qanday qilib Telegram starslarni oson, ishonchli klik orqali to'lagan holatda balansimizga eng arzon narxlarda tushirib olishni o'rganamiz. Video mavzusi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, menga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va videoga like bosish esdan chiqmasin. Biz esa har doimdek boshladik. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz bu har doimgidek Telegramga kirish. Telegramga kirish joylarini men sizga ekran zapisida ko'rsataman. Hammasini birga-bir qilsangiz sizda ham bu narsa o'xshaydi. Lekin e'tiborli bo'ling, Telegram botni soxtalarga aldanib qolmaslik kerak. Shuning uchun video opisiyaniyasida havola qoldiraman va ushbu havola orqali o'tib bemalol ishlasangiz bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib har doimgidek Telegramga kirib olamiz va qidiruv bo'limini ochamiz. Va bu yerga Stars SMM ya bot deb yozamiz. Va bizga Auto Stars SMM boti chiqib keladi. Shu bot havolasi har doimdek aytib o'tganimdek opisaniyada. Xo'p, boshlash tugmasini bosamiz. Bizda menyu ochiladi. Stars olish, gift olish, premium olish, buyurtmalar, adminga xabar. Bizga Stars olish kerak. Hozir demak Starslarimiz narxi 50 tasi 10 ming so'm. Minimal 50 ta olishimiz mumkin. Bu yerda 100 tasi 20 ming so'm. Bu narx deyarli Telegramning rasmiy Stars olish yoki premium olish botidagidan ham arzon. Bu botda 25.300-25.400 atrofida. Aynan bizdagi hozir SMM.com'ni Stars botida esa bu 20 ming so'm. Xo'p, biz test uchun 50 ta olib ko'ramiz. Juda ham ko'p bo'lishimiz shart emas. Xo'p, Stars qabul qiladigan akkaunt foydalanuvchi nomini kiriting. Bu yerda foydalanuvchi nomimiz bor. Demak, hozir bu yerda foydalanuvchi nomini qo'yib olishimiz kerak. Foydalanuvchi nomiga Sendor Stars dedi. Masalan, случайный username qo'yib olamiz. Botga qaytamiz va botga o'zimizni usernamemizni bosamiz va kanalga obuna bo'lishimiz kerak ekan. Demak, smm.com kanaliga obuna bo'lamiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Demak, qaytamiz, Stars olish 50 ta va bu yerda endi o'zimizni tanlasak bo'ladi, chunki bizda username paydo bo'ldi. O'zimga tugmasini bosamiz va bu yerda to'lov ma'lumotlari chiqib keladi. Mana shunaqa, mana shu username'ga summasi 10 ming so'm, soni mana bu, ID'si mana bunaqa. ID'sini eslab qolinglar, mabodo sizlarda xatolik bo'ladigan bo'lsa, aynan shu ID bilan murojaat qilsanglar bo'ladi. Demak, галочкani bosamiz va bizda klik uchun alohida havolali nima beriladi. Bunga ha'ni bosamiz. Endi ekran zapis afsuski klikda cheklangan va bu narsani hosiliga screenshot ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Klikda to'lovni amalga oshirdik va botga qaytdik. Qaytish tugmasini bosgan holatda buyurtma qabul qilindi deya bizga xabar o'zgaradi va mana bu yerda 24.37 to'lovingiz hisobingizga tushdi. Xaridingiz uchun rahmat degan xabar keladi. Va bizga endi Telegramning o'zidan Stars kelib tushgani haqida xabar kelishi kerak mana bu joydan. Endi ana kirganimizdan bizga allaqachon sovg'amiz yetib keldi. 75 sent bu. 75 sent bu 10 ming so'mdan menimcha qimmat tushadi sizga. Bunaqa hisoblaganda, lekin ajoyib. 75 sentga biz eng arzon narxda 50 ta Starsni sotib oldik. Starslar mana shu holatda Auto SMM Stars bot orqali, ya'ni Stars SMM ya bot orqali sotib olishingiz mumkin. Mabodo sizda savol yoki boshqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, admin profiliga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Xullas, hozirda eng arzon bo'lgan Stars sotib olish, bundan arzoni yo'q. Eng arzon bo'lgan Stars sotib olish usulini siz bilan ko'rib chiqdik va buni xavfsizlik tomoni siz klik yordamida rasmiy to'lov qilasiz. Hech kimni kartasiga pul tushirib bermaysiz, hech qanday kriptovalyuta bilan pul tushirib bermaysiz, hech qanaqa noqonuniy usulda pul bermaysiz. Siz ularga to'g'ridan to'g'ri klik orqali to'lov qilasiz. Klik orqali to'lov qilish esa bu albatta siz ishonchli joyga, ishonchli nima bilan to'lov qilayotganingizni bildiradi. Xo'p, bu yerda gift olish imkoniyatimiz bor ekan, deylik, mana bu ayiqcha giftini tanlab ko'ramiz va 15 ta Stars uchun to'lashimiz kerak bo'ladi. Demak, bizning balansimizda 50 ta Stars bor. Xaridingizni tasdiqlang degan, tasdiqlash va to'lash 15 ta Starsni yubordik va bizga ayiqchamiz keldi. Aynan balansingizdagi Starslar yordamida bu yerdan giftlarni oson sotib olishingiz mumkin.
Premium olishga to'xtalmaymiz, chunki bizning o'zimizda premium servisimiz bor. Sendor premium servisiga bu bo'yicha murojaat qilsangiz bo'ladi. Buyurtmalar bo'limi orqali biz qilgan buyurtmalar ID'si va batafsil ma'lumotlarni doimiy kuzatib borishimiz mumkin. Asosiy menyuga qaytamiz va adminga xabaringiz bo'lsa, adminga xabar orqali yuborsangiz bo'ladi. Xullas, botimiz shunaqa. Ushbu botni hozir siz kirib bemalol ishlatib ko'rishingiz mumkin. Xullas, ushbu botimiz orqali siz Telegram starslarni osongina arzonga sotib olsangiz bo'ladi. Video sizga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Keyingi videolarimiz nima haqida bo'lsin? Siz bilan har doimdek Sendor bo'ldi. Video mavzusi yoqqan bo'lsa, o'sha gap obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha